Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Mana sovuq kunlardan kirib keldi. Ko'pchilikda oyoq og'riq, bel og'riq, ko'z xiralashishi, yurak xuruji kuchayyapti. Buni samarali yechimi nima desangiz, men jannatdan chiqqan mahsulot, ya'ni qo'chqor yog'ini tavsiya qilaman. Dumbani o'zini bersiz, bolalar yemaydi. Shuning uchun mana dudlangan dumba yog'i. Bu reklama emas. Ya'ni bolalarni yegizishda birdan bir yo'li piyozga ozgina murch va tuzni sepib turib, buni yupqa qilib to'g'rab bersiz, albatta yeydi. O't yo'lini, ya'ni o't hazm bo'lib aylanish uchun albatta yog' yeyish kerak. Yurak sog'lom bo'lish uchun ham yog' yeyish kerak. Erkak kishida erkakligi rivojlanish uchun ham yog' yeyish kerak. Barcha narsaga kerak. Shuning uchun shuni tavsiya qilib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.